Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. 2025-yil 14-iyun kuni Solixa begimdan intervyu olamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Qozog'istondan keldik. 4-marta kelishimiz. Bizda tug'ilgandan sindrom Downa diagnozi qo'yilgan. Hozirda qizim ahvoli ancha yaxshi. Oldingilardan ancha o'zgarib qolgan. Nutqi ravonlashdi. O'zini o'zi himoya qilishi, o'zini muvozanatini saqlashi yaxshilandi. Organizmda ham ancha o'zgarishlar bo'ldi. Biz pankreatit ichamiz, nerarayt, sog'lom ichak ichamiz. Shulardan ich qotishi, undan keyin yana qanday? Ancha organizmda kasalliklar yo'qola boshladi. Yaxshi tarafga o'zgardi. Doktorimizga katta rahmat. Hammanglarning kelishinglarni so'rab qolaman.